Do'stlar, Sanjar aka avtodamiz. Sanjar aka, nima yangiliklar avtomobil bozorida? Mashina bozorida yangiliklar zo'r. Hamma mashinalarimiz bor, assortimentlar bor. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar. Malibu XL Premierlari, Kia'lar do'stlar full versiyalari salondan qancha 10-15 ming arzon variantlari. Shunaqa. Probeglari ham kam variantlarida. Kam yurgan hamma. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar, har xil variantdan bor. Mashina bozori yangiliklar o'zi nimadan iborat? Narx-navoda qanday ma'lumotlar aka? Narx-navo tushayotgani yo'q. Yaxshi mashina har doim qimmat bo'lgan. Bundan keyin ham shunaqa. Bu yaxshi mashina degani 30 minggacha bo'lgan kraskasi tozalab o'sha narxni shunaqa. Yo'q, yurgan 150-200 ming yurgan mashina tushaveradi. Ha, ular tushaveradi. Ular har doim shunaqa bo'lgan. Oldin ham shunaqa, hozir ham. Misol uchun deylik, Kia'lar necha pulga sotsa bo'ladi? Mana misol uchun Sportage'lar fullini. Salonda 46 ming dollar, bizda 33 ming dollar. 33 ming dollar. 32 ming, 32,5 ming beramiz. Ma'lumot 48 ming dollar. 35 ming dollarga beramiz. 13 ming dollar arzon. 13 ming dollar. Ya'ni 20 ming yurgan. Kraskalar toza. Top toza vampirgacha. Yaxshi Malibularni necha pulga olsa bo'ladi? Yaxshi Premierlar 30 mingdan baland, 35 ming, 40 ming atrofida kam yurganlar. XL bor, 24 27,5 ming. 27,5 ming. Ana Premier bor 22-yil, 78 ming yurgan. Pony Navorot 26,5 ming. Yarimta savol, oq bilan qorang o'rtasida narxlar rol o'ynaydimi, o'ynamaydimi? Qancha? 2 ming, 3 ming ham o'ynab qo'yadi. Yo'q, 2 ming, 3 ming qarab. Kamroq yurgan bo'lsa ko'proq o'ynaydi. 1-2 ming razza qiladi bari. Albatta, qarang, sizdan oladigan inson kraskasini обязательно tekshirib olishi shartmi? Yo, misol siz ham olayotganda albatta yaxshi bir usta bilan kraskasini ko'rasiz. Mutaxassislarni chaqirtirib, probegi, kraskasini hamma joyini ko'rsatib oladi. Ko'rsatib, o'zi 98% alhamdulillah bizlarni podpisчиklarimiz biladi. Mana tekshirib olishadi mashina. Labzimiz o'zi yetadi. Xullas Sanjar aka kelaversa, yaxshi narxda mashina olaverasizlar. Xudo xolasa.